Assalomu alaykum, Suvarchi Guz kanalimizning hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Mana bugun biz sizlarga ko'mir garelkamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bu ko'mir garelkamiz 220 tokda ishlaydi. Bu havoni regulyatori, bu motorchigimiz, 2 skorlik, ikkitasi korsi bor. Bag'da ko'mirni qumini solib qo'yilgan. O qalinliklariga ham e'tibor berasizlar. Qalin temirlardan ishlangan. Mana qaynashiga alohida e'tibor berasizlar. Buni mana ikkita skori bor. Bu birinchi skori. Pastga bosib qo'ysa birinchi skor. Aytdan havoni legirovka qiladi. Olovga e'tibor berasizlar. Mana kuchayishiga. Qaynashlariga ham e'tibor berasizlar. Mana bug'doy pishirilyapti bunda. Mana